Hop, bugun birinchi Django loyihamizni ishga tushirishimiz kerak. Normativ Django loyihasini boshlash va serverni ishga tushirish. Birinchi bo'lib virtual muhit yaratish ekan. Virtual muhit yaratish uchun men oldin yangi folder hosil qilib olaman. Bu folder nomi online shop bo'ladi. Uning uchun Ctrl Shift N bossak, mana ochildi. Online shop deb yozsak, oxirida u deb qo'yaman, sababi adashib ketib qolmasligim uchun. Chunki menda online shop bor, ya'ni mana bu yerda turibdi. U deb yozib qo'ydim. Buni ichiga kirib, buni endi VS Code'da ochib olamiz. Show more options bosib turib, Open with Code'da ochib olamiz. Bo'ldi. Bu kerak emas bizga. Endi buni ichiga birinchi qiladigan ishimiz bu virtual muhit yaratish va faollashtirish. Birinchi qiladigan ishimiz virtual muhit yaratish. Virtual muhit yaratish uchun Python -m venf deb yozsak, virtual muhit ochish uchun komanda yozilgan bo'ladi. Endi virtual environment nomini qo'yish uchun biz venf deb qo'yamizmi yoki bo'lmasam env deb qo'yamizmi farqi yo'q. O'shani men prosta venf deb qo'ydim. Har doim venf deb yozib qo'yaman. Mana virtual environment ochildi bu yerda hozir. Endi bo'lsa virtual environmentni ishga tushiramiz. Windowsda venf script activate bilan bo'ladi. Mana virtual environment ishga tushganini belgisi mana shu yam-yashil bo'lib yonib turadi. Birinchisi ketdi, ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa Django ni o'rnatish. Django ni o'rnatish uchun pip install Django deb yozsak, Django ni hozir bizani virtual environmentimizni ichiga o'rnatib beradi. Tak. Bo'ldi. Hammasi o'rnatiladi. Mana bu yerda pip upgrade qilish degan narsa bor ekan. O'zi bu shart narsa emas, u prosta menga uncha yoqmaydi. Keyingisi yangi Django loyihasini yaratish. Django admin start project proyekt yaratish uchun bitta nom o'ylab topishimiz kerak. Asosan dasturchilar config yoki bo'lmasam core deb nomlanadi. Biz bo'lsa hozir config deb nomlab ketamiz. Config to'g'ri yozdimmi? Mana konfiguratsiya uchun config faylimiz hosil bo'ldi. Mana bunaqa hosil bo'lib qoldi. Ya'ni config ichida config hosil bo'lib qoldi. Hozir buni o'chirib tashlashimiz kerak. Nimaga unaqa bo'lib qoldi? Sababi u faqatgina shu loyiha bor deb o'ylayapti bizda. Agar biz config yonida bitta tochka yozadigan bo'lsak, u configga ichidan chiqib, ya'ni boy ikkita config paydo bo'lib qoldi. O'sha config ichidan chiqib bitta dona config yaratadi. Uning ichida bizda ASCII bor, settings bor, URLs bor, VSG bor. Biz start project qildik, ya'ni bu loyiha ketdi. Django serverni ishga tushirish va brauzerni tekshirish. Ishga tushirish uchun Python manage.py run server deb yozsak, bu qizilga ahamiyat bermaymiz. Mana bizani loyihamizni ishga tushirish uchun mana bunaqa HTTP berib qo'ydi. Ana o'sha HTTP ning ichiga bitta kirsak, mana Django loyihamiz ishlayotganligi haqida xabar beradi. The install worked successfully, congratulations deb yozib qo'ygan. Paket uchib ketmasa ham har holda shu yerda turadi. Hop, bu kerak emas bizga. Natijalarni topshirish, server muvaffaqiyatli ishga tushgan va loyihani tushuntirish. Loyihani nimasini tushuntirish to'g'risi bilmayman. Babi etap hamma narsani tushuntirib ketdim. Bu settings fayl hisoblanadi. Bu secretga, har bitta Djangoning o'zining shaxsiy secretga ega bo'ladi. O'sha yordamida encoding, decoding degan narsalarni bajaradi. Bu installed apps. Bunga hali keyingi normativlarda to'xtalamiz. Boya bitta narsa esimizdan chiqib ketib qoldi. Mana bu yerda yozilgan edi.
brauzerda Django'ni xush kelibsiz sahifasi ko'rinishi kerak. Aha. Biz hozir o'shani qilib qo'yamiz. Buning uchun biz URL kirib turadi. Dev deb yozsa va index deb yozsa negadir ishlamayapti. Qolmadimi? Nimadir bo'ldi hozir. Mana. Dev deb yozamiz, index deb yozsa, bu yerga endi bizga request keladi. Va bundan bizga http response qaytadi menimcha. Buni return qilamiz. Mana shu response-ga hello tak world yozamiz. Hop, http response faqat endi import qilishimiz kerak. Import http response deb yozsa Google o'zi chiqarib beradi o'ziga. Что-то интернет посмотрим. Так, ой, internet ishlayapti. Dinozavr o'ynab o'tiraman endi. Aha, mana. Oldin ham qidirgan ekanman. Mana. Django HTTP ni ichidan HTTP response olsa bo'lar ekan. Pastga tushib, drobini bossa HTTP response juda xato yozgan o'xshayapman. Mana. Aha. Endi manimizga biza past yozib qo'ysak, bunda bo'sh kelgan paytida indeksga o't yuborsa bo'ladi deyman. Hozir yozib qo'yamiz. Hop, endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, MySQL bo'lsa, shunaqa ishlovdi. Endi biz uni refresh qilamiz, mana hello world degan yozuv chiqdi. Agar biza manimizga nimadir deb yozmoqchi bo'lsak, misol uchun balolar yozmoqchi bo'lsak, bu yerda xuddi shu narsani chiqarib beradi. Aha. Mana o'sha yozganlarni chiqarib beradi. Xullas, shu ekan, men o'qimay qolganim uchun alohida bitta video qilishga qaror qildim.